O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining keng jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Qo'mita raisining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchisi Otabek Usmonov hududlar kesimida jamoatchilik vakillari bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlarning asosiy maqsadi va ahamiyati haqida atroflicha to'xtalib, kerakli ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, Raqobat qo'mitasi ochiqlik siyosati ko'rsatkichlari reytingida yuqori o'rinni egallayotganini alohida ta'kidladi. Hisobot davrida va korporativ buyurtmachilar tomonidan o'tkazilgan 600 dan ortiq tanlov tender savdolarida tahlil ishlari olib borildi hamda 560 bitta savdolar jarayonida 600 ga yaqin raqobatga zid holatlar aniqlangan. Aniqlangan qonun buzilish holatidan 73 tasi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma'lumotlar, 2 ta holat bo'yicha hisob palatasiga ma'lumotlar taqdim etilgan bo'lsa, 468 ta holat yuzasidan hududiy organ tomonidan 75 ta ish qo'zg'atilib, 56 ta mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish yuzasidan qaror qabul qilingan. 18 ta holatda buyurtmachilar tomonidan qonun buzilish holatlari ixtiyoriy bartaraf etilganligi sababli ijrosi bartaraf etilishi ta'minlangan. Buni misollarni kesimida aytadigan bo'lsak, o'rganilgan xaridlar sohasida tahlil qilinganda Oliy ta'lim, fan, innovatsiyalar vazirligi tizimida xariddan 12 tasi, maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tizimida o'rganilgan 94 ta xariddan 86 tasi, transport vazirligi tizimida o'rganilgan 14 ta xariddan 14 tasi, madaniyat vazirligi tizimida o'rganilgan 63 ta xariddan 63 tasi, sog'liqni saqlash tizimida o'rganilgan 80 ta xariddan 79 tasi, hamda mahalla uyushmasi tizimida o'rganilgan 43 ta xariddan 20 tasi, hamda boshqa buyurtmachilar tizimida o'rganilgan 298 ta xariddan 287 tasida qonun buzilish holatlari aniqlanib, tegishli choralar ko'rilgan. Yana bir yo'nalishimiz bu bozor konjunkturasini nazorat qilish sohasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-iyuldagi 69 sonli farmoniga muvofiq davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarni, shuningdek ularni afillangan shaxslarni va xo'jalik faoliyatini amalga oshirish vakolati berilgan davlat muassasalarini tashkil etishga, qayta tashkil etishga, monopoliyaga qarshi organning oldindan roziligini olish yuzasidan ikkita murojaat o'rganib chiqilib, tegishli tartibda javob xatlari berildi.